Abduqodir to'ydan zo'r o'tdi, lekin Instagram direktini bo'shatmayapmiz-da, bor hayron qolishga. Bugun men oldida ketayanda, bekomiz bilan gaplashib ketamiz ekanda, ha do'stim, ketdik. Sen bormiding? Chiqar oldiga Ha, bo'ldi, o'tar arazlama endi. Bo'ldi, taksiga ketaman. Sen ketish oldida bo'ldi. Ya Abduqodir Husanovlar gelikda kelyapti. Abbos to'yi O'zbekistonda bitta bo'ldi. Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov hammasi mashina qilib yuribdi. Eng zo'r to'y o'sha bo'ldi shekilli. Bunga ana doktorga borib qo'ydingizmi? Ko'rindi. Yaxshimi? Yaxshi, zo'r hammasi. Yaxshi. Ha, ammo bo'lsa yaxshi. Gapir do'stim. Bo'ldi, sog'liq qiziq bo'lsa eshit tur. Arazlama endi gapir. Esimdan chiqdi-da. O'zidan eshit tur, gapir so'rab olaman, men jim turaman. Ha, gapir. Esimdan chiqdi meni, bo'ldi. Do'stim, qalaysan, suymisan? Ha, nima gap? Bugun tug'ilganingni o'tirmaymizmi? Kafega kirib kayf qilamiz. Kafe bu yoqmaydi-da. Basseynga borak suzamiz. Suzish umuman yoqmaydi-da. Do'stlar, bugun tug'ilgan kuning ekan. Bir Korolevskiy qilib PlayStation'da o'tirmaymizmi? Maza qilib. Zo'r bo'ladi. Bu esa zo'r bo'ladi. Bu esa men bitta 10 marta aytdim, men bitta aytib qo'yibdi debsan. O'tirishaver. Arazlama. Shu videoni shunaqa arazlaydigan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Qo'y chiq qora.